Hammalaringizga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Muhammadjon Gaming. Biz bugun Pajal Launcher va Articraft serverda o'ynab ko'ramiz. Qani ketdik. Men bitta nima ochib, case ochib, elitra oldim. Hozir var mainda kuchayapman, temir. Birinchi qiladigan ishimiz albatta temir. Hamma biladi. Oddiy Minecraftda ham shudi, daraxt bilan temir. Birinchi aslahalarimiz bo'ladi shu temirdan. Keyin zumradga o'taramiz. Hozir odam kam ekan. Ertalabda video olyapman sizlar uchun. Ha, yangilandi. Menga temir. Yaxshi oldinga o'xshab. Boshqa joylarga tepa qilib olmaydi-kan. Uy, meniti. Voy. Boylarda narsa kam bo'lib ketibdi. Narsa kam tushadigan bo'lib ketibdi. Yoki yig'ishtirib olyapti. Hop, menga ko'mir ham kerak. Hop, temir yana. Bizga ko'p temir kerak. Ko'mir bilan. Keyin ertapaga borib bularni eritvoramiz. Keyin o'shanda zo'r bo'lardi. Elitramda ahdi sotvorsam foydaga kiramanmi bilmadim. Ziyonga kiramanmi. Endi ko'mir topamiz, to'g'ri ko'mir. Chunki bizga ko'mir kerak bularni eritish uchun. Afsuski menda boy. Olmos bo'lib ketdi. 8 olmosim, 8 ta izumrudim bo'ldi. 2 ta neziritim bo'ldi. Hop. Endi menga temir kerak, bas bu temir kerak. Chunki temirimni qaranglar. Hozir ertapaga boramiz. Tepa, как раз menga daraxt chop deb turadi, menga daraxt kerak. Ba'zi narsalarim olmasam bo'lar ekanda, bu daraxt chop bo'ladi menimcha. Articraft serveri yangilanganiga ancha bo'ldi. Menimcha hamma bilsa kerak ekan, makrda bo'ladi. Yana var mainga qaytib narsalarimizni yasaveramiz. Hop, bolalar. Keyingi video qanaqa bo'lsin? Aytgancha videoni boshidan obunalik yo'sin. Aytmadim. O'zingizlar bilasizlar. Tezroq 50 ta boraylik. Borganimizgacha bularni olamiz. Bu yerga bosamiz, sek. Bizga bundan ko'p kerak. Birinchi o'rinda topor.
yerga Talyapota и все. Qo'ymayman. Bittan bizga tamam bunday qilib ishdan yasab olaman. Diamonddan izumrudni nima qilishimni bilmayman. Sek. Buni olamiz. Ikkita zumraddan narsamiz bo'ldi. Bizga hop. Nimaga o'zi menga o'rta kerak? Ha. Enough. Ana. Sal bo'lsa ham kuchaydik. Bu yerdan bizga izumrud kerak ko'p, bilasizlar. Lekin izumruddan iyini ham ko'rmayapti. Yo, baraka. Men uchun qoldiribdi boylar. 50 litramni sotsam foydaga qolaman yoki ziyongami desam bu yerda. Tishash. Bu yerda bilsa bo'larmikan. Menga izumrud. Izumrud. Bu yoqqa keyin bularni bu yerda sotib bo'ladi. Full olmos bo'lishimiz kerak birinchi o'rinda. Shu videoda full olmos bo'lay. Netherite. Olmasam bo'laveradi. Hop, bu yer deb yozamiz. Bu yer. Lapis. Diamond kerak. Voy, netherite qaranglar qanchalik. Nima yo'q deyapti? Pulimiz 325 ga oshdi. Bu yaxshi. Sel. Stop. Buni bas. Invertorni ochib buni olib bu yerga qo'yamiz. Endi qilamiz. Sel 1 million. Ahga 1 millionga qo'ydik. Kim oladi ekan bilmadim. Balkim kimdir olib qolar, birinchi millionimni topardim. Musor tashab. Biz ham ulardan nega ushlanmayapti? Toshlarni qaranglar. Ahda ba'zi narsalar sotib bo'lmaydi. Bitta olmos kirga yasasak ancha yetadi. Sehrlangan olmos kirga yasak. Yana bitta ortiq qo'yam. Voy, mening birinchi olmos kirgam. Oddiy emas, sehrlangan effektingizniki. Buni tashlavoramiz. Kerak emas. Deyman, lekin hamma o'yinchilar shunaqa.
Kelyapman. Ha. Nimaga sel komandasi yo'q? Sel komandasi yo'q ekan bunda. Anarxiya rejimida sel komandasi yo'q ekan. Bu minus tarafi desa ham bo'ladi. Tezroq biz izumrudlar topib polni olmos bo'lishimiz kerak. 11 soniya qoldi yangilanishiga. Izumrud. Kebar. Hop. Bizga bu kerak. Menga izumrud kerak. Pastga yo'lab tushib ketsa chiqadi. Hop. Diamonds. Buni ko'la bilaman. Ko'la bilaman. Lekin pishmagan tushdi. Men ochgan yo'ldan yurish. Ochko'z bola ekan. Manqa. Yo'qol meni yo'limdan. Obuna, like albatta bolalar. Men uchun bu juda ham motivatsiya bo'ladi. 50 ta bo'lsak stream ham bo'ladi. Sizlar uchun har kuni video chiqarishga harakat qilaman. Izumrud chiqmayapti. Diamond bor, izumrud yo'q. Lapis sotgani kerak. Juda tugadi mana. Odam juda ham kam ekan varp mayinda bor. Shuning men zavq ko'ryapman. Bu safar menimcha izumrudli bo'lolmayman u. Chunki kamligini qaranglar. Izumrud yo'q. Yana meni oldimga diamond. Ertaga borib ko'rlagan yaxshi-ku. 7 ta bo'pti. Mana aytdim olmos bo'lsa ekan xolos. Men aytdim. Bo'ldi. Olmosdan qilamiz. Bo'ldi xolos. Chiqmaydi-yu. Dragoni bor ekan. Lekin shuni pulga sotib olishadi, shani. Tepada ham yo'q, lazeritamiz pulda. Yig'ish uchun. Lekin Mistori to'g'ri aytgan ekan, mayoqdan ko'ra ko'p pul topyapman bu yerda. Darajam yetmaydi siylash. Yo'rishdagi bu tarafda edi-yu, qayerga ketibman. Hop. Biz full olmos bo'ldik. Hammaga keyingi videolarda ko'rishguncha obuna, like bosish esdan chiqmasin.